Assalomu alaykum, hurmatli onlayn kuzatuvchilarimiz. Sizlar bilan Ibrohim Ismoilov. Bugungi darsimiz sizlar bilan o'tadigan HTML da medialar bilan ishlash. Medialar bilan ishlash uchun biz ko'rib o'tadigan asosiy ma'lumotlarimiz bu audio va video fayllarni brauzerga yuklash va ularni qay tarzda yuklab olish yo'llarini ko'rib o'tamiz. Buning uchun avvalambor serverli papka hosil qilib olamiz. Masalan, oddiy biron bir papkani hosil qilib, tekstoviy redaktorimizni ishga tushiramiz. Tekstoviy redaktorimizga mana shu papkani olib kelib, joylab olamiz. Mana papkamiz hosil bo'ldi va bu yerga yozishimiz mumkin media.html. Yozadigan bo'lsak, media faylimiz hosil bo'ldi. Mana oddiy HTML faylimiz. Bunga xohlagan nomimizni berishimiz mumkin. O'zlaring ko'rib o'tgansizlar. Xo'p, audio fayllar bilan ishlash uchun bizda audio degan tegimiz mavjud. Bu tegimiz HTML5 da ishlab chiqishda boshlangan bo'lib, o'zining source degan atributi bilan birgalikda yuradi. Source degan atributini biz sizlar bilan image'larda, boshqa bir teglarda ko'rib o'tganmiz. Ana o'sha faylni, ya'ni audio faylni to'liq adresini va nomini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun men mana shu salom degan bitta papkamga audio fayl yuklab olaman. Mana ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bitta musiqa faylini men yuklab oldim. Mana shu salom papkam ichiga solib oldim. Musiqa papkami hozir to'liq nomini yozib qo'yadigan bo'lsam, musiqa mp3 va buni saqlab turib, brauzerimizni ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana brauzerimiz ishga tushdi, lekin bizda hech qanday xavf yuzaga kelmadi. Buni ko'rish uchun agar bilmoqchi bo'lsak, mishkaning o'ng tugmasini bosib prosmotr kod qiladigan bo'lsak, mana shu HTML'imizning kod qismida nima joylashganligini ko'rishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, musiqa faylimiz yuklanyapti. Mana endi buni ishga tushirish uchun bizda qo'shimcha atributi mavjud. Audioning qo'shimcha atributi bu controls degan atributi mavjud. Controls bu uning boshqaruv paneli va buni boshqatdan ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, mana brauzerimizda mana o'sha audio faylimizning boshqaruv paneli hosil bo'lyapti. Play ezadigan bo'lsak, musiqani bizga joylab beradi. Ovozlarini boshqarishimiz mumkin. Uni mana bu yerdan yuklab olishimiz ham mumkin. Va hokazo tarzda mana tracker barlarini ham boshqarishimiz mumkin. Va hokazo tarzda joylashimiz mumkin. Mana shu tarzda foydalanishimiz mumkin audiodan. Bundan foydalanishimiz uchun yana qo'shimcha atributlari mavjud. Qo'shimcha atributi bu autoplay degan atributimiz mavjud. Autoplayni saqlab ko'radigan bo'lsak, brauzerimiz yangidan ishga tushishi bilanoq o'zi avtomatik tarzda audioni yuklab boradi. Ya'ni avtomatik tarzda playni ezib boradi. Buning qo'shimcha atributi ham mavjud, ya'ni loop degan atributimiz mavjud. Loop degan atributimiz avtomatik tarzda yuklaydi va avtomatik tarzda yuklagandan so'ng loop degani o'zi tarjima qilinganda sikl ma'noni anglatadi. Ya'ni mana bu audio track tugagandan so'ng qayta davom etaveradi. Agar shu holatda tursa, bu cheksiz holatda takrorlanadi. Loopga biz qiymat berishimiz mumkin. Masalan, bu yerga 2 yoki 3 qiymatlarni beradigan bo'lsak, 2 yoki 3 marotaba qaytariladi. Autoplay atributini o'chirib turamiz. Mana endi play avtomatik tarzda ezilmaydi. Bu 2 yoki 3 marotaba qaytarilishini ta'minlaydi. Buning qo'shimcha atributi, qo'shimcha yana qiymati mavjud. Bu infinity degan qiymati. Infinity qiymati bu uning mana bu loopning o'ziga teng, chunki loopning o'zi turgan holati u cheksiz holatda qayta qo'yilaveradi. Mana bu tarzda davom etadigan bo'lsak, mana biz tekshirib ko'radigan bo'lsak, eshitganimizdan so'ng misol tariqasida mana 2 minuti 6 sekundga keldi. Bosib turamiz. Ana o'zi avtomatik tarzda davom etaveradi.
Buni yana biror oxiriga olib kelib qo'yib yuboradigan bo'lsak, mana eshitib bo'ldik, yana avtomatik tarzda davom etaveradi. Bu narsa asosan mana bu holatda uchrab qolishi mumkin. Loop so'zi ham turadi. Control bo'limini o'chiramiz va bu yerga play deb turib saqlab ko'radigan bo'lsak, mana sahifamiz ishga tushdi, lekin bizda boshqaruv paneli yo'q. Masalan, qandaydir saytlarga birdaniga kirsangiz, o'sha saytlarda musiqa jangray boshlaydi. U musiqani foydalanuvchi o'chirish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Ana shu sahifada siz ishlash jarayonida mana shu musiqani eshitishga majbur bo'lasiz. Bu qandaydir imkoniyatlarni yoki qandaydir noqulayliklarni olib kelishi mumkin. Bu qilayotgan ishimizga qarab turib foydalanishimiz mumkin bunlardan. Playni o'chirib qo'yamiz va bu yerga controls bo'limini yozib qo'yamiz. Mana bu tarzda. Audio tegimiz bilan ishlashning asosiy prinsiplari shulardan iborat edi. Keyingi sizlar bilan o'tadigan tegimiz bu video tegi. Video tegining ham source degan atributi bilan birgalikda yuradi. Biz mana o'sha videoning to'liq adresini va nomini ko'rsatib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun men avvalambor mana shu yerga biron bir videoni adresini yuklab olishim kerak. Ya'ni salom html faylining ichiga, papkamning ichiga bitta bir videoni qo'yib olishim kerak. Misol tariqasida mana shu salom degan papkamning ichida bitta dars 1 degan mp4 faylim mavjud. Video faylim ana shu video faylini adresini ko'rsatib qo'yishim kerak bo'ladi. Va buni qo'yib turib yuklab ko'radigan bo'lsak, brauzerimizda hech qanday xavf yuzaga kelmaydi. Buning uchun ham videoda ham ana o'sha controls degan atributimizdan foydalanishimiz kerak. Ya'ni videoning boshqarish buyruqlarini biz amalga oshirib olamiz. Va buni yuklab turib tushunib ko'radigan bo'lsak, kechirasiz, men video va musiqani yuklab qo'yibman. Bu yerga mana bu dars faylini yuklaydigan bo'lsak, mana dars faylimiz yuklandi. Brauzerimni katta holatga keltirib olaman va bu yerdan play deyizadigan bo'lsam, sizlar bilan videolarimiz ham davom etaveradi. Darsimizga xush kelibsiz. Ana endi ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, bu yerda videomiz noqulay razmerda joylashib qolmoqda. Biz razmerlarini o'zgartirish imkoniyatiga egamiz. Buning uchun mana bu yerdan kod qismidan width degan atributimiz mavjud. Ya'ni ana o'sha videoning endini razmerini qo'l bilan berishimiz mumkin. Masalan, biz 50% deydigan bo'lsak, brauzerimizning 50% holatda joylashadi. Brauzerimizni ekranning o'ng qismiga joylashtirsak, mana brauzerimiz 100% holatdan 50% holatga joylashyapti. Buni biz xohlasak 80% holatga keltirishimiz ham mumkin. Va buni play yozib eshitib ko'radigan bo'lsak, mana davom etaveradi. Buni ham qo'shimcha atributda hate degan atribut ham mavjud. Hate degan atributga biron bir qiymat berishimiz mumkin. Masalan, 300 piksel qiymat beradigan bo'lsak, bu bizda videoning kачествосini yo'qotishi mumkin, chunki biz sizlar bilan rasmlarda ko'rib o'tganmiz, ya'ni rasmlarga width va height beradigan bo'lsak, rasmning absolyut proporsiyasini biz yo'qotib qo'yishimiz mumkin. Shuning uchun biz video yoki rasmlarga faqatgina bitta qiymat berishimiz kerak bo'ladi, ya'ni yo enini yoki balandligini. Shunda mana o'sha video o'z kачествосini, proporsiyasini, razmerining proporsiyasini yo'qotmagan holatda joylashadi. Masalan, mana bu yerga men 500 piksel deb yozib ko'radigan bo'lsam, 500 piksel joyga video joylashadi. Mana chegaralari ko'rinib turibdi. Mana shunday joyda joylashyapti. Lekin bu mana bu yerlar ochiq qolganligi uchun noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Bularni oldini olish maqsadida biz videoga yoki balandlik yoki enining razmerini berishimiz kerak bo'ladi. Yoki balandligini kichikroq mana bunday bersak ham mana o'sha holatga kelishi mumkin. Ana endi videoyimizning keyingi atributiga to'xtalishimiz mumkin. Ya'ni videoda ham mana o'sha loop degan atributimiz mavjud. Video tugagandan so'ng o'zi avtomatik tarzda yana boshqatdan boshlashi mumkin. Bizga kerak bo'ladigan teglarimiz, tekstga kerak teglarimiz mavjud. Ularni sizlar bilan keyingi darslarda ko'rib o'tamiz. Mana videoyimiz tamomlanmoqda. Ana endi o'zi avtomatik tarzda yana boshlandi. Chunki biz loop atributidan foydalandik. Buning qo'shimcha yana atributi mavjud, ya'ni autoplay degan atribut ham mavjud. Autoplay atributi avtomatik tarzda playni ezib yuboradi va videoda, audioda bo'lmagan eng
Yaxshi xususiyatlardan biri poster degan atributimiz mavjud. Poster degan atributga biz biron bir rasmni yuklab qo'yishimiz mumkin. Masalan, men bu yerga Total Commander'imdan biron bir rasmni shu yerga chaqirib olaman. Mana bu rasmni yuklab qo'yadigan bo'lsam, salom papkamning ichiga Sizlar bilan Ibrohim. va mana bu yerga posterga ana o'sha salom degan rasmni qo'yishim mumkin. Front-end font degan rasmni qo'yadigan bo'lsam, ahamiyat berayotgan bo'lsangiz, video yuklanishidan avval mana bunday holatda avval rasm ko'rinib turadi va playni ezganingizdan so'ng boshqa holatga o'tib turib videoni yuklab boradi. Biz buni juda ham ko'p ko'rganmiz. Masalan, YouTube'larda, boshqa bir joylarda ahamiyat berib ko'radigan bo'lsangiz, mana bu yerlarda boshqa bir rasmlar chiqib turadi va videoning ichiga kirganingizdan so'ng umuman bu holatdagi rasm bo'lmaydi. U o'sha video jarayonidagi biron bir ma'lumotni qisqacha qilib bitta rasmga joylagan holatda bo'ladi. Mana masalan bunda poster joylangan, dasturlashni o'rganuvchilar uchun degan. Mana bu yerda ham bitta poster joylangan. Mana bu yerda ham bitta poster joylangan. Mana bu ham bitta poster. Xuddi shu singari poster degan atributdan foydalanilgan. Bugungi darsimiz sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan asosiy taglar va uning atributlari shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Darslarimizni kuzatib boring.